Efirda dolzarb mavzu, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yurtimiz hududida wolfram, molibden, magniy, litiy, germaniy, grafit, vanadiy va titan kabi 30 dan ortiq sanoat uchun muhim minerallar mavjud. Keyingi yillarda tashkiliy asos yaratilib, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar olish bo'yicha ishlar boshlandi. Kelgusi 3 yilda 28 ta noyob mineral bo'yicha 2.6 milliard dollarlik 76 ta loyihani amalga oshirish mo'ljallanmoqda. Bu borada xorijiy hamkorlar bilan aloqalar o'rnatilmoqda. Ma'lumki, 2024-yil 5-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi va Yevropa Ittifoqi o'rtasida sanoat uchun muhim minerallar zanjirini yaratish bo'yicha memorandum imzolandi. Ushbu hujjat ikki tomonlama hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishga va Yevropa bilan strategik sheriklikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga 2024-yil 15-sentyabr kuni Tog' sanoati va geologiya vazirligi hamda Germaniya Federativ Respublikasining iqtisodiy ishlar va iqlim siyosati bo'yicha federal vazirligi o'rtasida minerallar sohasida hamkorlik to'g'risidagi qo'shma bayonot imzolandi deydi. Biz bilan suhbatda vazirlikning noyob metallar sohasini klaster usulida rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi Bahriddin Berdiyorov. Ushbu kelishuv Yevropa tajribasi va ilg'or ishlanmalarini O'zbekistonda tatbiq etish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Yevropa bilan hamkorlik nafaqat texnologiya va investitsiya sohasida, balki inson kapitali va bilim salohiyatini rivojlantirishda ham namoyon bo'lmoqda. Buning yorqin namunasi sifatida O'zbekiston Texnologik metallar kombinati aksionerlik jamiyati tashabbusi bilan Piza universitetining Toshkentdagi filialida Texnologik metallar oliy maktabi tashkil etildi. Bu ta'lim tashabbusi dunyoning yetakchi tog'-kon va metallurgiya universitetlari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Maktab yosh mutaxassislarga Yevropa tajribasiga asoslangan zamonaviy ta'lim, ilmiy izlanish va amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etish imkonini bermoqda. Shu orqali mamlakatimizda texnologik fanlar va sanoat innovatsiyalarini yangi avlodi vujudga kelmoqda. Ishonchimiz komilki, Yevropa Ittifoqi bilan imzolangan ushbu kelishuvlar va bitimlar O'zbekistonning xalqaro hamkorlikdagi mavqeini yanada mustahkamlab, qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun mustahkam poydevor bo'ladi. Qayd etish joizki, bugun dunyo energetikasi va sanoatida muhim minerallarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu resurslar nafaqat iqtisodiy o'sish, balki texnologik taraqqiyot va energetik barqarorlikning asosiy omiliga aylanmoqda. Mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan muhim minerallar sohasini rivojlantirish bo'yicha muhim qaror qabul qilindi. Unga ko'ra, molibden, wolfram, grafit, selen, tellur, reniy, tantal, niobiy, magniy, litiy va noyob yer elementlaridan samarali foydalanish hamda ishlab chiqarishni jadallashtirish maqsadida O'zbekiston Texnologik metallar kombinati tashkil etildi. Suhbatdoshimiz Bahriddin Berdiyorov so'zlariga ko'ra, kombinat sanoat uchun muhim minerallar asosida yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, qo'shma investitsion loyihalarni amalga oshirish va sohada zamonaviy ishlab chiqarishni zanjirini yaratishni maqsad qilgan. 2025-yilda esa mineral resurslar bazasini kengaytirish, yangi konlarni aniqlash va o'zlashtirish, ilg'or texnologiyalarni jalb etish hamda innovatsiya ishlanmalarini amalga oshirish orqali sanoat salohiyatini kuchaytirishga qaratilgan qaror qabul qilindi. Bu islohotlar mamlakatimizda mineral resurslardan samarali foydalanish va eksportbop mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Ishonchimiz komilki, Yevropa Ittifoqi bilan imzolangan kelishuvlar va bitimlar O'zbekistonning xalqaro hamkorlikdagi mavqeini yanada mustahkamlab, qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun mustahkam poydevor bo'ladi. Biz Yevropa tomoni bilan qo'shimcha geologik qidiruv ishlarini olib borish, ilmiy tadqiqotlarni birgalikda amalga oshirish, aniqlangan konlarni o'zlashtirish hamda texnologiyalar transferini yo'lga qo'yish orqali sanoatimiz salohiyatini yanada oshirishni rejalashtirganmiz, dedi suhbatimiz yakunida Tog'-kon sanoati va geologiya vazirligining noyob metallar sohasini klaster usulida rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi Bahriddin Berdiyorov. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.